Ko'mir sotuvchilik ham pora berib ishga joylashadigan lavozim bo'lib ketibdi. Sababi qayerda imtiyoz va subsidiya bo'lsa, o'sha yerda korrupsiya gullab yashnaydi. Xalqning haqini tuya qilib mo'may daromad qilish mumkin. Namanganda ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatning viloyat filialida yirik korrupsion sxema fosh etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, filial boshlig'i o'rinbosari fuqaroni tumanlardan biridagi ko'mir ombori rahbari lavozimiga tayinlab qo'yishini va'da qilgan. Evaziga 40 ming AQSh dollari talab qilgan. Qo'shimchasiga omborga keladigan ko'mir ortilgan vagonlar sonini ko'paytirish ham va'dalar paketi ichida bo'lgan. Mansabdor shaxs so'ralgan pulning 25 ming dollarini olib, lavozim tayinlovini hal qilib beradi. Ammo keyin ish yana davom etadi. Qolgan 15 ming dollar va 30 ta vagon ko'mir uchun qo'shimcha 7,5 ming dollar talab qilinadi. Ayni shu paytda huquq-tartibot organlari ishga aralashadi. Natijada nafsi hakalakayotgan mansabdorning harakatlariga chek qo'yiladi va u sudgacha qamoqqa olindi. Qiziq, qilmishi qora bu mansabdorlarga qoralik ko'mirdan yuqqanmi yoki azaldan shunday bo'lgan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.